Assalomu alaykum azizlar, xayrli kun. Bu Shvetsiyadagi Stokgolm yaqinida joylashgan Södertälje kommun, ya'ni Södertälje deb nomlangan kichik shaharcha, sanoatlashgan shaharcha deyish mumkin. O'sha Wikipediyadagi ma'lumotlarga qarasangiz ham, bu Södertäljeda, ya'ni o'sha dunyoga mashhur, masalan, Volkswagen Group Shvetsiya bo'limi shtab-kvartirasi hamda o'sha koronavirus paytida siz ko'p nomini eshitib o'rganib qolgansiz AstraZeneca korxonasi va o'sha bir qator yirik sanoat korxonalari, masalan Scania kabi zavodlar joylashgan ajoyib bir shaharcha. Biz bu shaharchaga ko'p kelamiz. Tabiati juda ham go'zal, ayniqsa bahor faslida, kuz faslida Södertälje hududida tabiat yana ham go'zallashadi. Bugun ham tashrif buyurdik va ana shu go'zallikdan sizlarga ozgina bo'lsa-da ilanamiz. Marhamat. Bu Södertälje kommunida joylashgan park loyihasi, mana ko'rib turibsizlar. Daraxtzorlar va diqqatga sazovor joylarni chiroyli bir sistema asosida tasvirlab qo'yishgan. Mana bu yerda esa o'sha parkda tashrif buyuruvchilar uchun, ya'ni jamiyatda yurish-turish qoidalari va o'sha parkda siz qilishingiz lozim bo'lgan yoki qilishingiz kerak bo'lmagan holatlar haqida chiroyli bir ma'lumot taqdim etishgan. Siz ko'rib turganingiz Södertälje Science Park, ya'ni Södertälje ilm-fan bog'i. Mana shunday bir ajoyib inshootlar ham bor ekan. Umuman menda Stokgolm, umuman Shvetsiya shaharsozligi hayratga soladi. Masalan, ayni hudud, men Södertäljedaman demasangiz, umuman barcha shaharlarda, katta kichik shaharlarda shaharsozlik, infratuzilma, yashillik, o'sha shahar ichidagi harakatlar, ya'ni transport qatnovi, aholi uchun qulay joylar, barchasi murakkab muhandislik yechimi orqali namoyon etilgan. Masalan, ko'rsatishingiz mumkin. Mana bu kabi inshootlar, ya'ni aholi turar joy binolari ham nafaqat Södertäljeda, balki Stokgolmda, masalan deylik Göteborg, Malmö, Norrköping, Gävle, Boden kabi shaharlarda ham aynan shunday ko'rinishga ega. Aynan Södertälje bo'yicha mana uy-joy ko'rinishida shunaqa turar joy majmualarini ko'rsatmoqchiman. Shvetsiyada uy-joy masalasi qanaqa? Sizga masalan Shvetsiya hukumati tomonidan navbati bilan uy taqdim etiladi. Aytaylik, bir xonali, ikki xonali, uch xonali yoki to'rt xonali. Mana shu ko'rib turgan uylaringiz ham
aksariyati kommunal uy-joylar hisoblanadi. Va bu uy-joylarni qanday qo'lga kiritish mumkin? Masalan, deylik, siz sotib olishingiz mumkin. Buning uchun albatta sizda doimiy ish, yetarli mablag', bank hisob raqamingizda yetarli pullar ham bo'lishi talab etiladi, lekin navbatga turish orqali ham Shvetsiyada siz uy-joyga ega bo'lishingiz mumkin. Bunda ham yuqoridagi talablar qo'yiladi, ya'niki doimiy ish faoliyati, hisob raqamingizda ma'lum bir mablag'lar va albatta o'sha davlat tomonidan qo'yilgan talablarga javob berishingiz kerak. Uylar bo'yicha aytadigan bo'lsak, barcha sharoitlar muhayyo etilgan. Sizga davlat tomonidan navbat bilan taqdim etilgan uylarda ham barcha sharoitlar muhayyo. Oshxona jihozlari deysizmi yoki o'sha hojatxona yoki hammom masalalari bo'yicha kir yuvish uskunalari, kir quritish uskunalari, umuman bir inson shundoq kirib yashash uchun barcha sharoitlar muhayyo etilgan.